Qalaysizlar, metandoshlar? Sizlarni ham leksikoningizga yangi kirib keldimi bu so'z? Menda 2 yildan beri bor edi. To'yim kuni bu so'zni bilan tanishganman. To'y kuni sezdim, hamma kelgan, anglaganim dadamda yangi kuruk paydo bo'lgan. Dadamda yangi kuruk paydo bo'lgan, yangi tanishlar. So'radim, bular kim? Metandoshlarimdi. Nimaga ular sovuqda turibdi? O'rganib qolishgan. Ichkariga kirishsin. Dadam hozir dedi. Qani, navbat bilan. Assalomu alaykum. Dunyodagi eng sabrli, eng yuragi keng insonlar. Erinmasdan kelganinglar uchun, erinmasdan eshitganinglar uchun rahmat. Sizlarda YouTube'ga chiqqanda ko'rish imkoniyati bor edi konsertni. Tezlashtirib. Yo, lekin sizlar keldinglar, hurmatinglar bor, shuning uchun men tezlashtirib gapiraman. YouTube'ga sekinlashtirib qo'yamiz. Men 7 oydan beri stand-up emasman, shuning uchun kechalari bilan uxlamay tayyorlandim deb aldagim kelmayapti sizlarni. 7 oydan beri stand-up emasman, hazillarni sinashda qiynaldim. Har xil joylarda hazillarni sinab ko'rdim. Xotinimda. Va bugungi konsert xotinimni chuvstvo yumri darajasida bo'ladi. Men anchadan beri stand-up emasman dedim, lekin konsertni qo'yishga majbur bo'ldim. Hozir sizlarga tushuntirib beraman. 20 kuncha oldin ertalab turdim, derazaga termildim. Qish keldi, sovuq, qor yog'yapti. Kurtka olish kerak. Keyin internetdan kurtkalarning narxini ko'rdim. Yaxshigina narxda hammasi. Keyin pul yig'ish kerak odamlardan. Shuning uchun mana shu yerda sizlar. Konsert ko'ngildagidek chiqmasligi mumkin, lekin men qishda sovqatmayman endi. Yomon chiqsa xafa bo'lmaylar. Lekin yaxshi chiqsa uydagilarim ham sovqatmaydi. Boshladim o'sha sekin gapirish haqida. O'zimni ham jonimga tegdi bu hazillar. Men o'zimni stand-upga chiqqanimdan keyin bildim sekin gapirishimni. Hamma shu haqida hazil qiladi. Sekin gapirasan, ha. Shu xuddi shunaqa emotsiyada. Yo'q, men o'zim sekin gapiraman deb o'ylamayman. Men o'ylab gapiraman deb o'ylayman. Shu hazilni xotinimga aytsam, men sizni 2 yildan beri bilaman, unchalik ham o'ylab gapirmaysiz. Keyin men ham chuqur o'ylanib, ancha mulohazadan keyin so'kindim. Hazillashdim bunaqa. Men so'kinishga, umuman haqoratlarga, oilaviy maishiy zo'ravonlikka qarshiman, faqat internetda. Konsertdan maqsadda men 25 ga kirdim. Bu qarsak chalayotgan emas ekan to'g'risi. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Men o'ylardim, 15 yoshimda o'ylardim, 25 yoshimda qarsak chaladigan ishlar qilaman deb. Yo'q, bilamiz-ku, biz o'smirligimizda hamma orzu maqsadlarimizni 25 yoshga bog'laymiz. Kimdadir shunaqami? Rahmat. 25 yoshga bog'laymiz-da. 25 yoshimda magistr diplomim bo'ladi, uyim bo'ladi, mashinam bo'ladi va uylanishga tayyor bo'laman. Men faqat uylandim. Men 2 yil oldin uylandim, 2022-yilda uylandim. 2 yildan beri birga yashab tushunganim, men hozir ham uylanishga tayyor emasman. Men juda ham qo'rqinchli nazariya eshitib qoldim. Organizm 25 yoshgacha o'sar ekanda.
undan u yog'iga tirik qolishga harakat qilar ekan. Rostdan sochingiz to'kiladi, qorningiz chiqadi, qarishni boshlaysiz. 25 yoshdan keyin bo'lar ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Sizlar mani organizmimni eng pik davrini ko'ryapsizlar. Bu eng kuchga to'lgan davr organizmimni. Bundan kuchliroqni ko'ra olmaysizlar. Xohlasanglar 70 yoshda ham konsert beraman. Kim tayyor shunga? Hozir o'zi 70 yoshda konsert berayotgan deyman. Lekin bu narsa yaqin kunlarda bo'lgani yo'q bu. 1-2 yillik narsa emas. Bu yoshligimdan shunaqa ko'rinishim bittasi aytib qoldi. Sen qanaqadir mana bu kiyiming ichidan orqalaringdan hamdo sistema o'tkazib, kapilniy so'lib olgansan dedi. Sizlar ham shunaqa, sizlarga ham shunaqa tuyulmaydimi? Men shunaqa odamman 25 yildan beri kim ko'rsa, "Senga nima bo'ldi?" deydigan. Bunaqa ko'rinishni yaxshi taraflari bor. Masalan, biror joyda o'tirganda kimdir ichishni taklif qilsa, "Yo'q, sog'lig'im ko'tarmaydi" desam ishonishadi. No, chekadigan tanishlarimga qiyin. Любой odam, 15 ta odam o'tirsa ham kurugida, menga qarab yuring, chekib kelaylik deydi. Çekmeyemem ben desem. Kaçandan beri? Sağlık ko'tarmay qoldim. O'qidanaga Yandexda yurasiz. Yaxshi muzika eshitib ketaverasiz-ku. Avjiga kelgan paytda "Поверните налево" degan ovoz yoqadimi sizga? Tushunyapsizlarmi? Yoshligimda meni shunchaki doktorga olib borishardi. Shunchaki olib borishgan, tasavvur qilasizmi? Qarab turib, "Yo, doktorga olib borish kerak." Kasal topilguncha doktorga olib borishganman. Bir marta shunaqa bo'lgan, kichkinaligimda, 6 yoshmi, 7 yosh. Doktorga olib borishgan, ular uyimdagilarning orzusidagi ish bo'lganda, analiz topshirganman. Nimadir analizimda 33 chiqqan. Bu norma. 33 eng yaxshi degani. 33 gram analiz yozadigan brat opa 33 gramni G'ni 2 ga o'xshatib yozganda, doktorga beryapmiz 332 deb o'qiyapti uni. Dadamga qaratdi. "Siz bilan alohida gaplashib olsak bo'ladimi?" Onam bu yoqda, "Umuman umid yo'qmi hozir shunday?" Sizlar ham e'tibor berganmisizlar? Doktor 4-5 ta dori yozib bersa, ichidan bittasi hech qachon topilmaydi. Bitta aptekadan so'raysiz, u Ukrainadan kelardi, urush boshlanib qoldi deydi. Bittasi Turkiyadan kelardi, zilzila bo'lib qoldi deydi. Bittasi dollarda kelardi, dollar ko'tarilib ketdi deydi. Qaysidir dori so'mda kelmaydi-ku. Doktor Maxdan boshqa. O'sha dorini bittasi topilmaydi. Men o'ylayman, doktorlar ham ataylab shunchaki strafovka uchun shunaqa tushunarsiz narsa yozadi-da, aptekachilar bilan kelishib olgan. Doktorga borib, qaytib borib, unchalik ham foydasi bo'lmadi. Siz mana bunisini eshitdingizmi deydi. Yo'q, aynan shunisini topolmadim. Bir marta hammasini butun O'zbekistonni aylanib chiqib, hamma dorini topdim. O'ylayapman, men o'sha sog'lomman. Doktorga bordim, ana dorini topganimdan shokka tushib qoldi. İchimizda 3 mahal yozilgan dorini rostdan ham 3 mahal ichadiganlar bormi? Yo'q. Men yo'q deb o'yladim. Faqat Cristiano Ronaldo shunaqa qiladi deb o'yladim. Yo'q, O'zbekistonda bor ekan shunaqa odamlar. Faqat Oksana Chusovitina deb o'ylardim shunaqa qiladigan. Tanishlarmi Oksana Chusovitinani? Rahmat. Opani tanish kerak. Opa 46 yoshda. Opa 46 yoshda 7 karra Olimpiadaga borgan. Haligacha sport bilan shug'ullanadi, professional turnirga chiqadi, osiladi, sakraydi, brushga tushadi, bemalol. Ama 25 yoshdaman, 1 yoshli qizimni 2 marta tepaga otsam, 3-chisida qo'rqqandan lustragalarni olyapti.
Men o'ylayman, Chusovitina ham shunaqa bo'lib gimnastikachi bo'lib ketganda. Uni ham dadasi otib o'rgan lustraga ilinib olganda, hop, u normal. Yo, o'zi umuman uylanish, bolali bo'lish ozgina mas'uliyat shakllantirar ekan. Endi pul topish kerak, uy olish kerak, bolalarni yaxshi joyda o'qitish kerak. Va bu sizni ishlashga majbur qilar ekan, to'xtamaslikka. Men o'ylab qoldim, Chusovitinani nechta bolasi borki, u 46 yoshida ham turnirga chiqib yuribdi. Yo, opaga qoyil qoldim men. Parij olimpiadasiga bora olmadi shu yil. Intervyuda uzr so'rayapti. Parij olimpiadasiga opa 46 yoshida intervyuga bora olmagani uchun uzr so'rayapti. Oxirida kutdim men, nasib keyingilarda deyishini. Argentinani o'yinida, futbolda bitta banner ko'rganman-da. Ko'rsyapti televizorda, sharhlovchi tarjima qilib beryapti. Yozilgan: "Mani dadam menga Maradona haqida gapirgan. Men bolalarimga Messi haqida gapirib beraman. Mani bobom ham Chusovitina haqida gapirgan." Faqat sal boshqacharoq bu. Nimaga televizorga ishtonsiz chiqib olgan? Men 25 yoshdaman, juda ham xafaman qo'limdan hech narsa kelmasligidan. Shuning uchun ham stand-updaman. Yo, stand-up komiklar unaqa ko'p qirrali odamlar emas-da. Nimaga stand-up komiklar 30 yoshdan keyin mashhur bo'ladi? Chunki ular hamma ish chiqib keladi. Hech nima o'xshamaydi. Izvezda bo'lib ketadi. Shuning uchun harakat qilyapman, yana 5 yil kutish kerak. Men aprelda intervyu berdim. Kimdir ko'rdimi shuni? U yoqda soqqa haqida intervyu bo'ldi. Pul haqida. Tasavvur qilyapsizlarmi? Pul haqida. U yoqda Elmurod Taqnazarov aytayapti, $40,000. Qobul Karimberdiyev aytayapti, $35,000. Men aytayapman, pul kerak. Ya, tasavvur qilyapsizlarmi? Men chaqirishga, men $35,000 ni hali ham 350 million deb tushunadigan odamman-da. O'sha videoni ko'rib o'zimni ham rahim keldi rosti. Takoy zo'r ketyapti-da, anaqada Gollivudagi action fantastik kinoning muzikalari dun ketyapti-da, o'rtasida otalar so'zidagi nayni muzikasi. U intervyu nima haqida bo'ldi? Men u yoqda prinsiplarim haqida gapirdim. Eshitdinglarmi? Takoy, men prinsiplarni yo'q, qarshi chaladigan emas ekan. Men o'sha paytda shunaqa deb o'yladim. Prinsiplarim desam, "Ho" deyishadi deb. Yo'q. Hali ham kvartira to'lolmay yuribmiz. Zo'rg'a tushuntirib beryapman gapimni, chunki qornim och. U yoqda intervyuda zo'rg'a aytyapman. San Mirshakar Fayzulloyev savol beryapti. Nimaga sen reklama olmasligini tanlading? Men ham o'ylayapti-da, zo'rg'a ishlayaptim ham. Qornim och, oshqozonim balki olarmiz reklama. O'sha olish kerakdir. Pul haqidagi intervyuga avtobusda bordim-da. Qaytishda qarz oldim avtobus uchun. Bizda eng qimmat narsa haqida gap ketib qoldi-da. Bir marta kimdir kurtkasini aytdi, kimdir telefonini. Men prinsiplarim dedim. O'ylasam eng arzoni menda ekan-da. Tushunyapsizmi? Hech qayerda unga pul to'lashmaydi. Men hech qayerda ko'rmaganman korzinkada. Paket kerakmi? Korzinka kartangiz bormi? Prinsiplaringizchi. Mana shunaqa, lekin prinsiplarim bor ekan. G'alati prinsiplar. Hech qachon ishlatilmaydigan. Bitta prinsipim, men hech qachon vayinga tushmayman derdim. Yomon tarafi prinsiplaringiz faqat to'q qoringa ishlaydi. Ozod Shukurulloyev keldida, Abubakir meni vaynimga tushib ber dedi. Men aytdim, yo'q, Ozod aka, lavash olib beraman. U paytda Ozod aka partnyorni almashtirayotgan payti deydi. Men o'yladim, umuman qiz topilmayaptimi hozir? O'sha vayinga tushdim. Bitta momenti bor edi, men Ozod akani bo'g'ishim kerak edi, shunaqa joyi. Ozod aka aytdi, Abubakir emotsiya bilan. O'sha vayin daji chiqmadi ham. Men
ishlashga harakat qilib ko'rdim. Juda zo'r joyda ishladim. Men rezyumemga Steve Jobs havas qilardi tirik bo'lganda. Tasavvur qilyapsizlarmi? Manda rezyumem такой Daryo, Uz, Subjektiv, Mediamakon, Google, Apple, Yandex, Uzum. Такой oxiri kuryerlikgacha-da. Hamma kuryerlikdan boshlab ko'tarilsa, men kuryerlikka qaytib bordim. Men ishlay olmadim ofisda. Lekin hamma intervyuda muvaffaqiyatli o'taman. Hammasida zo'r savol javob qilaman. Men juda ham yaxshi gaplashaman-da, tushuntirib beraman orzularimni. Yagona odam bo'lsam kerak, ish bo'yicha suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin tashqariga chiqib, endi ishlash kerak. Men taksi qilib ko'rdim. Taksistlar haqidagi hamma fikrlarimiz ham to'g'ri emas ekan. Men ham odamlar bilan gaplashishni boshladim. O'tirgan klientlar bilan. Tasavvur qilasizlarmi, taksistlarga juda ham qiyin. Ular juda ham kam kasb vakillaridan bittasida kollektiv yo'q ularda. Любой o'tirgan klient ularga kollektiv. Bitta narsa bor, siz kollektivingizdagi hammaga ham dardlaringizni aytavermaysiz. Tanlangan odamlarga aytasiz. Men hozir taksiga o'tirsam, taksist gap boshlab qolsa, men tanlandim. Demak, men yaxshi odamman. Taksist dardlarini aytishni lozim topyapti. Chunki uyda ham dardini aytmaydi hech kim. Uyda nimadir masala bo'lib qoldi, ona tinchligimi desam, oilaviy masalalar. Chunki rulda o'tirsangiz faqat o'ylar ekansiz-da, men pul topish kerak, anaqa o'qishga borish kerak, kontrakt to'lash kerak, takoy. O'sha klient menada, shunaqa gaplar. Shunchaki u dialogning o'rtasidan qo'shilib ketadi klient. Tushunganlari bor, aka o'ylamang, bizda ham shu deng. Ko'rinishingiz ham aytib turibdi. Har xil odamlarni ko'rdim-da. Har xil odam ko'rganingizdan keyin sal narsaga asabiy chiqib ketaveradi. Men klientni uyini, podyezdini yoniga kelasiz, ajidaniyani yoqasiz, kutasiz chiqmaydi. Telefon qilasiz, Yandex chaqirgan ekansiz desam, keldingizmi? Mana bosh tasab qilardim. Keyin o'rganib oldim. Kutmagandingiz-a? Tez chiqing, hozir ketib qolaman. Kimlardir bor, Beruniyning yonidamisiz deydi. Yo'q, uydan turib telefon qilyapman. Men juda g'alati narsalarga guvoh bo'ldim-da. Eng g'alati narsalardan bittasi, yoningizdagi klient Instagramda reels ko'rib ketadi. Ko'rganda ham meni rahmatli buvimga o'xshab ko'radi-da. Yarkisida oxirgacha baland, yarim kechasi. Ovozi ham oxirgacha baland-da. Bir marta 4 ta brat mindi, 4talasi baravar reels ko'rishni boshladi. Men ham qolishkim kelmadi, men ham reels ko'rishni boshladim. Oxirgacha bratlar. Qabrgacha. Kulgili vaylar ko'ryapti. Kulmayapti-da. Mana bu yerda videolarim qanaqa tarqab ketyapti. Prosta, deb o'tkazib yuborishyapti. Lekin yomon tarafi, men stand-upga qaytganim, taksistlikni ham eplay olmadim-da. Takoy, men uyga kirib kelyapman, orqamdan shtraf ham kirib kelyapti. Ba'zida shtraf oldinroq kirib keladi. Tushunyapsizmi? Men bir marta 66 bilan radarga tushdim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Sizlar radarga sekin tushish haqida eshitganmisizlar? 66 bilan radarga tushdim. Men umuman radarlarni, svetoforlarni ayblamayman. Men noto'g'ri haydadim, tushdim. Dadam telefon qildilar. Sen o'rtog'ingning mashinasini haydayotgan ekansan, bolam. Birovning mashinasini haydama. Toshkentda radar ko'p, kamera ko'p, qimmat mashinalar ko'p. Qo'limda ikkita shtraf bilan eshityapman-da shuni. Qo'limda ushlab turibman. Dadam har doim to'g'ri maslahat bergan. Faqat bu safar o'sha maslahat kechikdi. Yo'q, lekin bu maslahat emas, o'sha vashiyatda bashoratga aylanib ketdi. 3-chi amalga oshmagandi hali. Qimmat mashinalar.
Da, nima deb o'ylaysizlar? Ichimizda kim uchun BYD juda ham qimmat mashina? Bamper undan ham qimmat ekan. Bamper undan ham qimmat ekan. Da, tasavvur qilyapsizlar, men BYD ni urib olyapman-da. Egasi aytayapti, 10 kun bo'ldi mashinaga. Hali nomer taqilmagan deyapti. BYD Song Pro. Dadam qimmat mashina deganda maksimum Malibu'ni aytganda. Siqilyapman. Yomon siqilyapman. Asabiylashyapman. Shu ham qo'limdan kelmadi, shuni bilolmadim bir narsalarda. To'xta, men hozir BYD ni urib oldim. Dadam qanchalik faxrlangan bo'lardi men bilan. Men ko'raylik qilib ko'rdim, unda haqida hazilim yo'q. Ko'raylik. Chunki qiyin ekanda, u hazil qiladigan emas, yig'lab aytib beradigan. Men ko'raylik qilib ko'rdim, yagona tushungan narsam sovigan lavash yoqimsiz bo'lar ekan. Sovigan lavash umuman yoqimsiz bo'lar ekan. Sizlar tushunishinglar uchun men o'qishdan haydaldim bu yil. Da, menimcha bu tabriklaydigan emas. Birinchi kursda tabriklaydigan. Ikkinchi kursda ham tabriklaydigan mayli. 3ta ham chidasa bo'ladi. 4tachi. 4ta havas qilmagan bo'lardim. Men o'zi Inyazda o'qiyman. Qaytmoqchiman-da, shuning uchun o'qiyman deb hazil qilay. Men Inyazda o'qiyman, shu bilan birga uylanganman. Menimcha tushundinglar nimaga bunaqa achinish bor? Yo, oldingizda shvedskiy stol, siz uydan ovqat yeyishingiz kerak. Davay kelinglar, mana shu konsert YouTube'ga chiqqandan keyin hammamiz tagiga bachkana deb yozamiz. Aybimizni yuvish uchun. Tako yozamiz. Ma'naviyatchilar yozadi, 18+ nima deyapti bu, feministlar yozadi. Ayollarni ovqatga o'xshatyapti, bunaqa masxarabozlik kerak emas. Bu yoqda xotinim, shvedskiy stol egalari kelib qoldi. Meni bir marta o'qishda kursdan qoldirishdi. U yoqda 10 ta bola, 10 ta o'quvchi, hammasi qiz bola ekan. Buni xotinim ham biladi. 10 ta qiz bola bilan o'qiyapman, uyga kelyapman, xotinim so'rayapti, yangi kursdoshlaringiz qalay ekan? Bu savolga javob yo'q-da. Zo'r deya olmaysiz. Yoqmadi ham deya olmaysiz. Qanaqasi yoqadi takoy. Da. Boya maishiy zo'ravonlik haqida boshida aytdim-ku. Maishiy zo'ravonlik faqat urush, so'kish bilan bo'lmaydi, bilasizlarmi? Ma'naviy zo'ravonlik ham bor-da. Siz prosta ish qilib o'tiribsiz, tepangizga kimdir keladi-da, men o'lib qolsam uylanasizmi? Men juda ham ko'p marta yo'q deb ko'rdim, lekin bu javob yetarli emas. Siz yo'qligini isbotlashingiz ham kerak. Tirik odamga. Men o'lsam uylanasizmi? Masalan, qachon? Hozir. Yo'q. Men Inyazda o'qiyman. O'qib ham, bo'lib ham italyan tilida. Takoy, sizlar bilarmidinglar italyan tili borligini? Yo'q, bilarmidinglar? Men italyan tili borligini juda kamchilik bilardim men kirgan paytimda. Yangi ochilgan yili. Kimgadir italyan tilida o'qiyman desam, bonjour deydi. Kechirasiz, bu fransuz tili desam, gracias.
Yana fransuz, italyan, ispan farqiga bormaydi-da, ana ingliz tilida omlaysiz. Shunaqa italyan tilida o'qirdim. Qanaqa bo'lgan? Men 3 marta o'qishdan yiqilganman-da. Taxminan o'tgan asr bitirishim kerak edi o'qishni. Har yili aytardim, keyingi yil addushi tayyorlanaman. Bar bo'lmasdi. Karantin bo'lib qoldi. Men tayyorlana olmadim. Qolganlar ham. Tasavvur qilyapsizlarmi? Karantindan yagona foydada chiqqan odam menman. Italyan tili juda ham chiroyli til. Bali ham past. Juda ham qiziq edi italyan tilida o'qish. Men birinchi marta darsga boryapman. 10da boshlanishi kerak. Men 17 da bordim. Kirdim va italyan tilidagi bor italyan tilimni ishlatdim. Buongiorno. Oliftagarchilik qilmasdan o'zbekcha gapirsam ham bo'lardi. O'zbekcha davom etardi dialog. O'qituvchi qaradi-da, "Buongiorno. Perché sei in ritardo?" Men ham hayron bo'ldim. Sizlar qator men ham tushunmayman u paytda. Birinchi qatorda o'tirgan kursdoshim, "Nimaga kech qolyapsiz?" deyapti. "Nimaga kech qolyapsiz?" deyapti. U paytda karantin hali to'liq tugamagan. Hammamiz maskada edik. Amallab tushuntirib oldim. Italyan tili zo'r bo'lgan, bizda italyan tili yaxshi edi. Bizda 2-kursdan boshlab Italiyaga yuborish, Italiyadan odamlar kelishi, talaba almashinuvi, o'qituvchi almashinuvi bo'lardi-da. Bizdagi 2-kursdan italyan magistrlari, Italiyada o'qiydigan italyan magistrlari bizga dars o'tish boshlagan. Bitta aka dars o'tyapti, biz hali italyanchani zo'rg'a tushunamiz. Surxondaryolik kursdoshim doskada unga gapiryapti. Io 21 voglio mangiare pesce dagen. Davom etib ketdi, hech narsa bo'lmagandek. Siz voqalik bo'lmasangiz nima bo'lganini bittada sezmaysiz-da. Men sezdim bitta voqadanman. O'zgarish sezilmayapti. Hammamiz tekis yo'lda bitta chuqurga toq qisib tushganday bo'ldik-da. Qayerimiz og'riyapti bilmaymiz, lekin noto'g'ri. Italyan tili juda ham chiroyli til, eng chiroyli til deyiladi, chunki italyan tilida hech qaysi so'z undosh harfda tugamaydi. Dagin undosh bilan tugamaydi. Italyan tilini to'liq bilmaydigan kursdoshlarim, u ham italyancha bo'lsa kerak deb o'ylayapti. O'shanda biz ikkita guruhda o'tiribmiz. O'zbek guruhi va Yevro guruh. Ular rusiy zabon ko'pchiligi, ular umuman tushunmayapti nima bo'lganini. Bizga dars o'tayotgan Davide italyanku tushunib qoldi-da. 1 minuto. Che cosa è dagen? Bizda dagenni o'zbekchada tushuntirib bera oladigan odam yo'q-da. Che cosa è dagen dedi. Bizda holat qanaqa keyin? Men ruschani biladigan kursdoshimga tushuntirdim dagen nimaligini. U rus guruhidan Italiyaga borib kelgan qizga ruschalab tushuntirdi. U qiz ruscha aralashtirib italyanchada tushuntirib berdi o'qituvchiga. U ham bene. Dagen? Bittasi narsa so'ramoqchiman. Avtobusda bo'sh joy bo'lsa ham o'tirmaydiganlar avtobusdan tushib to'g'ri jannatga tushaman deb o'ylaydimi? Yo'q, nimaga sizlar bo'sh joy bor, o'tirmaysizlar. Bir marta marshrutkaga minganmiz, ikki turib ketyapmiz, oyna pastda. Bu degani siz qayerdaligingizni bilmaysiz. Kallangizga qop kiydirib ketayotgandayda. Sizga prosta asfalt ko'rinadi. Egilish noqulay.
anaqa yigila olmaysiz, odam ko'p. Nima qilish bilmayapman. Bitta brat telefonini oldida oynani rasmga tushirib qarayapti. Vau. Oynani rasmga tushirib qarayapti. Sizlarga ham eng zo'r yechim deb tuyuldimi? Men eng zo'r yechimni qildim. Telefonimni oldimda Yandex kartaga kirdim. 25 yoshman. Men buvim rahmatli 76 yoshlarida vafot etganlar. Oxirida men bilan yashaganlar birga. 75 yoshlarida yarim kechasi uyg'onib ketardilar-da. Prosta bitta nuqtaga termilib o'tirardilar. Men o'ylardim, bu narsa menga yana 50 yildan keyin keladi deb. Hozir yarim kechasi uyg'onib ketaman-da. O'tiraman tagoy. Juma kuni qaytadan ko'rsammi? Buvi. Kimni yoshligida karta o'ynashni buvisi o'rgatgan? Tagoy. Legendarniy sostav. Menga karta o'ynashni buvim o'rgatgan. Va biz karta o'ynashni biladigan eng yaxshi pokoleniyamiz. Men kichkinaligimdan so'radim, tog'am o'g'illariga buvim karta o'ynashni o'rgatgan. Men havas qilardim, "Bu menga ham o'rgating" desam, "Hali vaqt emas." Shunaqa qilardi. Bir marta uyga vazifa qilgim kelmayapti. Kichkinaman. Buvim uyga vazifalarimni qildiradi, men yig'layapman. Uyga vazifa qilmayman, karta o'ynaymiz. Buvim aytdi, "Davay." Yutqizgan uyga vazifa qiladi. Maktabni bitirguncha uyga vazifa qildim. Kollejda ham uyga vazifa qildim. Kollejda 3-kursligimda buvim o'tib qoldilar. Shu bilan 3 marta institutdan yiqildim. Bo'lmasa kirardim buvim tirik bo'lganlarda. Aytgancha, bolaliklar bormi? Sizlar qanaqa katta qilyapsizlar bolani? Biz yomon qiyin deb o'ylayapman bola tarbiya qilish. Men hali ham tayyor emasman-da. Sizlar aytgancha, kelajakda deylik, bolani ovuntirish uchun telefon berasizlarmi? Sal boshqacharoq savol. Birovni bolasini ovutish uchun telefon berasizlarmi? Mazza, mas'uliyat yo'q. Umuman. Men buni yaqinda bilib qoldim. Tog'amning o'g'li qizimni o'ynatyapti, qizim yig'lashni boshladi, telefonni ko'rsatdi, qizim ovundi. Ana aytdim, "Men bolamni telefonga o'rganib qolishini xohlamayman" dedim. U aytdi, "Men ham." Men anaqa osmondagi bolalarda bitta monolog bor edi. Men qanday yashashni bilaman, lekin nima uchun yashayotganimni bilmay qoldim. Menda sal boshqacharoq. Men qanday yashashni bilaman, lekin qanday qilib yashashni bilmay qoldim. Tagoy, men yashashni bilaman. Har kuni, har yakshanba teatr, muzeylarni aylanib, zo'r restoranlarda ovqatlanib, sayohat qilib. Sponsor bormi? Kimni hisobidan bunaqa maza qilib yashasa bo'ladi? Rahmiylar kelib qolmadi menga. Xursandman, chunki sal qiyin. Bitta gap bor, ichingdagi bolakayni o'ldirib qo'yma degan ilhomlantiruvchi gap bor. Bilasizlarmi shuni? Men shunga ham amal qilaman-da, u bolakay menda yuzida turadi. Masalan, uydagilar nimadir olib kelib pul berishsa, qaytaman hali ham o'zimga olib qolaman.